Assalomu alaykum. Akalar tuzuymizlar, charchamayapsizlarmi? Shu mayatning vtulka qo'yaverib charchaganlar akalar ko'payib ketdilar, damaschilar. Qo'yasizlar hech qancha yurmaydi. Bir hafta 10 kun yuradi, yana ketadi, yana qo'yasizlar. Balonlar ichini yegan, rullaring og'ir. Mana shu holatdan chiqishning yo'li juda ham oson. Bu narsa yechimiga ancha yil bo'lgan biz qilganimizga. Bizniki manzilimiz Qo'qon shaharda, shuni o'rniga pachinili mayatni qo'yib beramiz. Mana bitta ko'rasizlar. Mana koreyskiy pachinili mayatni eng zo'rida. Mana o'ta yengil bo'ladi. Rullar yengil bo'ladi, balon yeyish yo'q bo'ladi. Qaytib mayatni qo'ymaysizlar. Inshaalloh shu bilan hamma masalaga nuqta qo'yiladi. Damaschi akalar, bemalol Qo'qonliklar bo'lsa kelaverasizlar. Boshqa joydan bo'lsalar, dastavkalar bor, bemalol nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Shunga o'xshash zo'r videolar o'tkazmaslik uchun mana shu nimaga obuna bo'lib qo'yinglar, kanalimizga jonlang sog' bo'lsin.